Orta Asya'da bir nehir. Seyhun. Yalnızca topraklara değil, hayatlara da yön veren bir damar. Binlerce yıldır akan bir hafıza. Bu yolculukta onunla konuşmayı deneyeceğiz. Bu yolculuk bir nehrin izini sürmek için. Ama sadece toprağın üzerinde değil, hafızalarda, hikayelerde, dualarda akan bir iz bu. Haritanın değil, kalbin kıvrımlarında dolaşacağız. Seyhun yalnızca bir coğrafi oluşum değil, binlerce yıllık bir kültürün taşıyıcısı, bir hafızanın aktığı damardır. Bu yolculukta onun doğduğu yerden başlayarak izini sonuna dek süreceğiz. Burası Özbekistan'ın doğusunda, dağların eteklerinde, Fergana Vadisi'nin içinde yer alan Namangan bölgesi. Şu anda Narin Derya boyunca kürek çekiyoruz. Hedefimiz bu nehrin Kara Derya ile birleştiği noktaya ulaşmak. Ben Burak Ercan. Yanımda arkadaşım Serkan Konya var. Birlikte Seyhun Nehri'nin doğduğu noktayı bulmak için yoldayız. Seyhun Nehri, Özbekistan'da Balıkçı köyünde, Narin ve Kara Derya'nın birleştiği noktada doğar. Bu bereketli topraklar, Fergana Vadisi'nin kalbinde İpek yolunun kadim şehirlerine hayat vermiştir. Coğrafyacıların bir kısmı Seyhun'un buradan başlamadığını söylüyor. Ama biz adını aldığı bu birleşme noktasını başlangıç kabul ediyoruz. Çünkü burada Narin Nehri ile Kara Derya birleşiyor ve ortaya yeni bir nehir çıkıyor. Sır Derya, yani bildiğimiz adıyla Seyhun Nehri. Göçebe ruhuyla yerleşik bilginin harmanlandığı bu coğrafyada su yalnızca hayat değil, inanç, tarım ve medeniyetin taşıyıcısı olmuştur. Her damlasında tarih konuşur, her kıyısında kültür iz bırakır. Sır Derya'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Büyük bir heyecan var içimde. Bakalım bizi yolda neler bekliyor. Bu ilk durakta Seyhun'un doğduğu topraklara en yakın köye gidiyoruz. Balıkçı.
Sabah telaşıyla kurulan bir pazarın izini sürerken suyun bereketini pazardaki yüzlerde göreceğiz. Sonrasında zamanın saygıyla durduğu bir mekana, kadim halk inancının simgelerinden biri olan Tuzlu Nine Türbesi'ne varacağız. Bu yolculuk yalnızca bir nehrin değil, bir inancın da izini sürecek. Endi bu daryoning boshlanishi bundan 20 chaqirim sharqda ikkita daryo qo'shilishidan hosil bo'ladi. Ya'ni Norin daryosi tog' tomondan keladi. Uni qadimgi nomi Oqsuv daryosi. Chunki tog'lardan boshlangan suvlar Oqsuv deyiladi. Ikkinchisi Qora daryo. Yer yuzasida buloqlardan boshlangan suvlar ular Qora daryo, Qora suv deyiladi. Shuning uchun bizda Oqsuv, Qora suv degan gidronimlar ko'p uchraydi. Ikkalasining qo'shilishidan Sirdaryo boshlanadi va bu Orol dengiziga borib quyiladi. Kishilik jamiyatini rivojlanishida daryolar muhim o'rin tutadi. Jumladan Nil daryosini Misr Nilni tuhfasi deyiladi yoki Hind Gang daryolari, Xitoydagi Huanghe, Yansi daryolari, O'rta Osiyoda Amu daryo, Sirdaryo kabi yirik daryolar kishilik jamiyatining ilk sivilizatsiyasi bilan bog'lash mumkin. Bizi O'rta Osiyo xalqlari, jumladan Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston xalqlarini turmush tarzida, kundalik hayotida mana bu Sirdaryo daryosi muhim o'rin tutadi, muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Sirdaryo daryosi mana shu ko'rib turgan joyimizda Qora daryo hamda Norin daryoni birlashuvidan hosil bo'ladi. Bu daryo endi nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyodagi eng katta daryolardan. Uzunligi bo'yicha O'rta Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Norin daryosining uzunligi bilan qo'shib hisoblaganda 3019 kilometr masofani tashkil etadi. O'rta Osiyoda bunaqangi uzun daryo yo'q. Su pırıl pırıl, yalnız soğuk. Yani eğer olur da bir düşersek sanki üşütecek gibi geliyor. Ne dersin? Suda çok fazla kalmamamız lazım. Düşme durumu olursa mümkün olduğunca hızlı tekrar toparlanıp kanoya tırmanmamız gerekiyor. Yukarıda Kırgızistan tarafındaki dağlardaki soğuğun etkisi, herhalde bu suyun soğukluğu. Değil mi? Sonuçta bu eriyen karlardan, dağlardan inen sular. Zaten akıntı da, bakmayın çok sakin görünüyor ama akıntı da var. Oldukça hızlı. Tabii ki ben buradan ezbere hesaplayamıyorum ama bayağı bir akıyoruz. Kürek çekmesek bile şu anda oldukça hızlı gidiyoruz. Evet. Ve o yüzden de şu kürekleri bıraktığımız zaman etrafı, şu muhteşem manzarayı keyif içerisinde seyretme fırsatımız da oluyor. Yemyeşil bir doğanın içindeyiz. Su dediğim gibi tertemiz. Güzel bir ortam. O yüzden çekmeye devam.
Umuman Axkent Sirdaryo bo'yida joylashgan. Bu Sirdaryoni o'rta asr manbalaridagi nomlari turlicha. Masalan, Bobur buni ba'zi joyda Shosh daryosi deydi, ba'zan Xo'jand daryosi. Chunki shu daryo oqib borib turib, Xo'janddan o'tadi, u yoqda Toshkent viloyatidan o'tadi, shuning uchun har xil nomlangan. Manbalarda Sayxun ham deyiladi, Sirdaryo ham deyiladi. Masalan, Bobur bilan zamondosh bo'lgan Muhammad Solih Shayboniynomah asarida buni Sirdaryo deb beradi. Daryoni shu o'rinda nomlanishi, nomini Sirdaryo kelib chiqish haqida ham qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ko'hna daryo, bu katta daryo, yirik daryo. Shunday ekan, daryo haqida ko'plab tarixiy asarlarda Sirdaryo haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Jumladan Yunon tarixchilarining asarida bu Sirdaryo Yaksart nom bilan nomlanib keladi. Yaksart deb nomlanadi. Klavdiy Ptolemeyni Geografiyadan qo'llanma nomli asarida shunday Sirdaryoga nima qilinadi? Yaksart bu ana shu daryoni bo'yida yashovchi qabilalardan biri bo'lsa kerak degan Ptolemeyning fikrlari keltirilyapti. O'zimizda bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniyning ham asarlarida Sirdaryo Hazard nomi bilan kelyapti. Daryo haqida ko'plab muhim geografik ma'lumotlar keltirilgan. Endi Sirdaryo, ya'ni ma'lumotlarga ko'ra ana shu daryo bo'yida yashovchi Silis qabilaning nomidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin degan xulosalar berilgan. Endi Sirdaryoni bo'yida joylashish bejiz emas, sababiki o'rta asrlarda bu transport tizimi uchun ham suv transporti uchun muhim rol o'ynagan, kemalar qatnagan. Masalan, hozir o'sha Sirdaryo boshlangan joyda Qoradaryodan bir 5 chaqirim sharqqa yurganda Kemaboshi degan qishloq bor. Kemalar o'sha yerdan yo'lga chiqib, bu o'rta asr manbalarida bu qaysi kitoblarda bor? Bu Boburnomada bor, bu Shayboniynomada, bu Bahrul Asrorda bor, bu Gulshani Davlatda bor, bu Shajarai Turkda bor, hamma asarlarimizda bor. O'sha Kemaboshi degan qishloqdan hojilar kemaga o'tirib, suv yo'li orqali Axkent, Xo'jand, Banokat, keyin O'tror va Qizilo'rda hozirgi Oqmachit va Orol dengiziga borgan, uni Xorazm ko'li deyilgan. Suyun bereketi sadece tarlalara değil, sofralara da yansır. Bu topraklarda balık, sebze ve meyve sadece yiyecek değil, geçim, gelenek, gündelik duadır. Sırderya'nın başlangıç noktasındayız şimdi. Evet. Ve nereden başlıyoruz? Karaya da çıktık. Neresi burası? Balık pazarı değil mi? Balıkçı pazarı. Balıkçı Çok pazarı. doğru söylüyorsun. Balıkçı pazarı aslında gördüğün gibi balıkla falan hiçbir alakası yok. Çok güzel bir pazar. Enteresan bir şekilde bundan sonra karaya çıktığımız bir sürü noktada seninle birçok pazar gezeceğiz. Denk gelirse bazen ben çıkarım, bazen beraber dolanırız. Harika. Gerekirse alışverişlerimizi yaparız. Ama bence birçok pazar ziyaret edeceğiz diye. Gel biraz dolanalım. Dolanalım. Çok güzel görünüyor. Teyze selamun aleyküm. Kança? Kaç? 20. 20. Alalım mı? 1 kilo alalım ya. 1 kilo tamam. Tam 1 kilo denk. Tamam. Tamamdır. Hiç bu tamam 1 kilo. 1 kilo. Başka bir şeye ihtiyacımız yok değil mi? Şimdi Elma, muz. elmamızı alalım. 25. 25 tamam. 25. Sağ ol. Bu 20, bu 25. Tamam. Tamamız değil mi? Yeter.
şehrin sağında solunda yetişen bütün bu sebzeler ve meyveler bu pazarda karşımıza çıkıyor yani. Sirdaryo dastavval qanday paydo bo'lgan? Sirdaryo kishilar uchun, kishilik jamiyat uchun Kaynozoy erasini Neogen davridan ma'lum. Ana shu davrda daryo faqat Farg'ona vodiysining ichidagina oqqan. Undan tashqariga chiqmagan. Farg'ona vodiysining janubidagi tog'larimiz, Oloy, Turkiston tog'lari, uni davomchisi bo'lgan Nurota tog'larini shimoliy yonbag'ridan oqib o'tib, markaziy Qizilqumdagi past tog'larimiz bor. Tomli tog'da shimolidan aylanib o'tib, Qizilqumga Mingbuloq botig'i tomon yo'nalgan. To'rtlamchi davrda tektonik harakatlar bir necha bor sodir bo'ladi. Ya'ni ko'tarilishlar, shuningdek tinch turish davrlari, ko'tarilish, tinch turish davrlari bir necha bor sodir bo'ladi. Mutaxassis olimlar mana shu to'rtlamchi davrdagi ko'tarilishlar, tinch turish davrlarini to'rtta bir davrga ajratadi. Ular Nanay davri, Toshkent davri, Sirdaryo hamda Mirzacho'l davrlari deb nomlanadi. Mana shu to'rtlamchi davrdagi Toshkent davrida shunday bir o'zgarishlar bo'ladiki, bu davrda daryo o'zini yo'nalishini shimoli-g'arbga tomon buradi. Shuningdek, xuddi shunday jarayon Qozog'istondagi Chu daryosida ham kuzatiladi va Chu daryosining suvi toshib, oxiri Sirdaryo bilan birlashadi shu vaqtda. Burası çok meşhur. Adı neydi? Tuzli Mama. Tuzlu Mama. Tuzlu Mama. Türbesi. Değil mi? Tuzlu Nene Türbesi. Ziyaretgah. Bütün detayları siz biliyorsunuz. Lütfen siz anlatın detayları. Rahmat. Biz hozir Baliqchi tumani Sheralchek qishlog'i Tuzli Mama ziyoratgohidamiz. Endi mahalliy tilda turlicha talqin qilinadi. Tuzli Mama, Tuzloq mozor, Tuzli buvi shunaqa deyiladi. Bu Tuzli Mama ziyoratgohi, Tuzli Mama o'zi kim? Yuqorida mana Sofi ota haqida suhbatlashdik. Ular 7 aka-uka, og'a-ini deb aytildi. Ularning bitta singlisi bo'lgan, bitta qiz singlisi, u ham bo'lsa Tuzli Mama. Ha, 7 8 yani. 8-nimasi. Bu ziyoratgohlarda joylashuv ham bir-biridan u qadar uzoq emas. Mana Sofi ota 2-3 kilometr uzoqlikda Qilichburxon buva ziyoratgohi. Mana ularning nimasi yana bir 3 kilometr masofada Tuzli Mama ziyoratgohi. Endi mana bu yerda maqbaralari joylashgan. Ular ham 14-15-asrlarga borib taqaladi, buni tarixi ham. Odatda aholi bilganlar haftani chorshanba kunida ziyoratga kelishadi. Lekin mana ko'rib turibmiz, chorshanbadan tashqari kun ham gavjum kelib ziyorat qilishib, Xudodan so'rashadi. Bu yerga kelib ziyorat qilib nimaki Allohdan so'raydigan bo'lsa, Alloh o'zi uni ijobat qiladi. Orqa tomonida ikkita bir buloqchani ko'rdik. Çok geliyorlar mı? Keladi. Mana shu Baliqchi aholisi, shuningdek Baliqchidan tashqari qo'shni tumanlar, mana Oltinko'l tumani, Ulug'nor, Bo'ston tumanlaridan ham kelib bu yerga ziyoratga kelishadi. Çok gelen var. Narigi buloqni suvini shifobaxsh xususiyatlarga ega. Ixlos bilan, yaxshi niyat bilan yuz qo'llarini yuvib Xudodan so'rasa, Xudo ham beradi. Turli haligi kasalliklarga, teri kasalliklariga, ayniqsa temir turli toshmalarga shifo bo'ladi, dori bo'ladi. Ixlos bilan so'raydi, Xudo ham beradi, yetkazadi. Teşekkür ederim hocam. Rahmet. Rahmat.
Bu Tuzla Mama ziyoratgohi 7 og'ayni aziz avliyolardi bir dona sinisi shu yerda g'oyib bo'lgan. Eramizdan oldin 10-11 asrlarda yashab o'tgan. Shu yerlardan o'sha ot aravalarda o'tib ketayotgan paytlarda kimlardir bularga hujum qilgan ekan. Shunda aytgan ekanlarki, akalari, ey Allohim, sinimizni o'z panohingda o'zing asragin, biz erkaklarimiz degan ekanlar. Shunda keyin Allohning izni bilan shu yerda tirik g'oyib bo'lgan. Mana shu 10-11 asrlardan beri ziyoratgoh joylar. Akalari ham mana shu rayonimizda har rayon bir joylarida tirik g'oyib bo'lgan. Allohning suyukli nimalarida endi ummatlari, suyukli insonlar hammasi tirik g'oyib bo'lgan. Qiz bola bo'lgan 18 yosh ko'hlik qiz bo'lgan o'zi Hadichaxon bo'lgan. Bu Hadicha bo'lgan ismlari. Mana suvlarimiz, suvlari sho'r bo'lganligi uchun Tuzli Mama deb, Tuzli Mama ziyoratgohi deb yuritiladi. Endi shu mana ziyoratchilar kelyapti. Ishqilib ko'pchilik mana suvlarimiz shifo, suvlarimizni tarkibida Toshkentga olib ketib tekshirganda nihoyatda suvlarning shifoligini aniqlashgan. Keyin mana shifobaxsh farzand talabdagilar ham endi Allohdan so'rab, Allohning izni bilan o'zi Alloh beradi. Nima bersa Alloh beradi. Shu suvlarga kelib yo'rachoqqa toshganlar, aybaytda og'rigan insonlar ham kelib yuvib boshqa qilib shu yerdan shifo topganlar ko'p. Shifogoh endi baydi ko'pchilik yo'qotmoqchi bo'lganlar o'sha paytda ko'pchiligi anaqa bo'lib ketgan, baydi yo'qotamiz degan SSRD davrida manaqa paxta ekiladi boshqa deganda shu 2-3 odam shu yerda nobud bo'lib qolgan. Shundan keyin bu yerda endi obod qilmasak bo'lmaydi ekan, bu azizlar bizni qo'ymaydi ekan deb keyin o'sha mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'sha 91-yillarda shu mahbaralar qurilib, shu yerdagi tushum boshqa ish qilib endi davlatimiz ham yordam bergan. Mana shu yerdagi tushumlarni hisoblab, hisob-kitob qilib shu mahbaralar qurilgan. Seyhun sadece akar. Ama içimizdeki bazı şeyleri de sürükler. Kimine umut, kimine hatıra, kimine de dua olur. Bu daha başlangıç. Seyhun'un kıyılarında bizi bekleyen çok hikaye var. Bir sonraki durakta tarih kendini yeniden anlatacak. Ama büyük bir sürprizle.